Assalomu alaykum do'stlar. Mo'merda qaraymiz. O'z 4.8 lekin buni emas. Qaranglar, yashillikni ham. Lekin sizlarga buni ham emas, kelinglar. Biz hozir Germaniyani bir chekka qishloqlaridamiz. Bu yerlar o'zimizni dashtli hududlarga to'g'ri keladi. Qurilish bo'lyapti ekan, ya'ni yo'llar qurilishi bo'yicha qo'limda metr o'lchab ko'ramiz. Mana. Bu asfalt. Xo'p, qaraymiz. 15 cm. Manbirlarga kelamiz. 18-19 salkam 20 cm bu. Ya'ni ham ichkariroqqa kirgan hali. 20 cmda mana shu qishloq joylarda. Endi avtobanni o'zlaringiz tasavvur qilaverasizlar. Butun umr ketadi, 100 yil, 1000 yilga ham ketadigan ko'chalar. Dam olish kunlari asosiy ishimizdan tashqari mana qo'shimcha ish ham qilamiz. Bu ham qo'shimcha daromad manbai albatta. Mana Hermesda reklama bo'lib ketdi bu ham. Bu dostavka xizmati, ya'ni yuklarni odamlarga yetkazib berish xizmati. Marhamat. Birgina boyagi joyni ko'rsatib kelgandan so'ng yana bir joyga duch kelib qoldim. Bu joyni ham ko'ramiz. Bu joy adashmasam undan ham balandroq, balandligiga mana remont qilishyapti ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham bir qishloq joy, ya'ni bu industriya gebit deyiladi, industriya zonasi. Usta bolaga aytdim, o'lcha deb, wie viel? 18 oder? Okay, perfekt. Danke dir. 18 cm ekan bu yerim.